Do'stlar, e'tibor bergan bo'lsangiz, internetda soch va soqol o'stiradigan dorilar juda ham ko'payib ketdi. Birinchi savol: bu dori vositalari rostdan foyda beradimi? Albatta, effekt beradi, qachonki haqiqiy originallardan foydalansangiz. Keyingi savol: original dorilarni qayerdan olsa bo'ladi? Haqiqiy 100% sifatli mahsulotlarni Sof savdo internet magazinidan topasiz. Do'stlarimiz bu sohada ko'p yillik ish tajribasiga ega. Eng asosiysi, Rossiya bo'ylab bepul yetkazib berishadi. Vodiy TV obunachilariga 10% skidkalar ham mavjud. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib buyurtma berishingiz mumkin. Assalomu alaykum, kanalimizning UFC ishtiyoqmandlari. Bugunning eng so'nggi yangiliklari bilan Vodiy TV kanali yana xonadoningiz mehmoni. Demak, bugun Habib Nurmagomedov o'z muxlislariga sensatsion murojaatini, bugun bo'lib o'tgan UFC turniri haqida va undagi dahshatli nokautlar, Islom Makhachev va hamyurtimiz Zarux Adashevlar haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Do'stlar, rolikni boshlashdan avval sizlarga o'z Telegram kanalimni tavsiya etmoqchiman. Telegramda Vodiy MMA deb qidiring va kanalimni topasizlar. Bugun Telegram kanalimga Habib Nurmagomedovning faoliyatidagi yagona mag'lubiyatli jangini va 14-noyabr kungi UFC janglaridan qanday qilib pul ishlab olish mumkinligi haqida bilib olasiz. Hoziroq ushbu rolikni pauzaga qo'ying-da, kommentariyadagi Telegram kanalim silkasiga bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Podpiska qilib qo'ydingizmi? Ha, bu boshqa gap, bratlar. Qani unda yangiliklarimizga o'tamiz. Do'stlar, UFC tashkiloti ajoyib va dahshatli turnirlarni o'tkazishda davom etmoqda. Bugun tongda bo'lib o'tgan UFC Fight Night turniri ham yilning eng esda qolarli turnirlaridan biri bo'ldi desak ham adashmagan bo'lamiz. Keling o'sha turnir haqida gaplashsak. Oqshomning prelim kardidan o'rin olgan janglardan biri og'ir vazn toifasida o'tkazilib, unda moldovalik Aleksandr Romanov Braziliya vakili Markus Limaga qarshi oktagonga ko'tarildi. Jang muddatidan avval birinchi raundning o'zidayoq yakunlandi. Romanov bo'g'ish usuli evaziga raqibini mag'lubiyatga uchratdi. Bu vaqtda jangning 4-daqiqasi 48-soniyasi o'tib borayotgandi. Aleksandr shu vaqt oralig'ida 2ta takedown hamda 6ta aniq zarbani amalga oshirdi. Romanov jang yakunlanganidan so'ng UFC matchmakerlaridan polshalik Marcin Tibura bilan jang tashkil qilib berishlarini so'radi. U shuningdek bir oydan so'ng oktagonga qaytishga tayyor bo'lishini ham urg'uladi. Prelim kartdan o'rin olgan yana bir jangda nokaut qayd etildi. Yarim yengil vazn toifasi vakili gruziyalik Giga Chikadze amerikalik James Krauser Simmonsga qarshi oktagonga ko'tarildi. Jang 3 daqiqa 51 soniya davom etdi. Chikadze birinchi raundning o'zida raqibini nokautga uchratdi. Jang yakunlanishi bilan Chikadze UFC prezidenti Dana White'dan dekabr oyidagi turnirlarning birida jang tashkil etib berishini so'radi. Kechaning markaziy jangida kutilmagan natija qayd etildi. Kechaning markaziy jangida Thiago Santos Glover Teixeiraga qarshi oktagonga ko'tarildi. Jangdan avval kuchli deb hisoblangan Thiago 3-raundda orqasini Teixeiraga topshirib qo'ydi va Glover raqibini bo'g'ish usuli bilan mag'lub etdi. Endi Teixeira katta ehtimol bilan yarim og'ir vazn toifasi UFC kamariga rasmiy da'vogarga aylandi va navbatdagi jangini UFC chempioni Jan Blachowicga qarshi o'tkazadi. Do'stlar, 41 yoshni qarshilayotgan veteran jangchi Teixeira qariya bo'lishiga qaramasdan bilagi hali ham kuchga to'la ekanligini isbotladi. Braziliya sha'nini himoya qilayotgan Glover Teixeiraning bugungi g'alabasi uning UFC'dagi 5-ketma-ket g'alabasi bo'ldi. Thiago Santosni UFC olamida kuvalda deb bekorga aytishmaydi. Uning raqiblariga yo'llagan har bir qo'l zarbalari xuddi kuvalda singari og'ir va kuchli hisoblanadi. Buni Santosning bugungi raqibi Teixeira ham ta'kidladi. Do'stlar, endi bizlarni 14-noyabr kuni yana bir dahshatli turnir kutib turibdi. Bu turnir o'zining yorqin va qobiliyatli jangchilari bilan o'zgacha qiziqtirish orttirmoqda. Turnir kartidan joy olgan janglar juftliklari bilan tanishing. Hamyurtimiz Zarux Adashev 14-noyabr kuni UFC'dagi 2-jangini o'tkazadi. Bir haftadan keyin bo'ladigan turnirda Adashev mahoratli va kuchli sanalgan Jeff Molinaga qarshi oktagonga ko'tariladi. Rossiyalik UFC jangchisi Islom Makhachev va Rafael dos Anjos o'rtasidagi jang turnirning markaziy kardidan joy oldi. Islom va Rafael o'rtasidagi jang UFC 254 kechasida o'tkazilishi lozim edi, biroq braziliyalik sportchi koronavirusga chalingani sababli jang bekor bo'lgandi. Islom Makhachevning do'sti yengil vazn chempioni Habib Nurmagomedovning taxminiga ko'ra, Islom Makhachev yengil vaznning navbatdagi chempioni bo'ladi. Bu qanchalik haqiqatga yaqin, buni albatta vaqt ko'rsatadi. Lekin Islom hozirda yengil vazn reytingini 12-pog'onasida ketmoqda. UFC chempioni Habib Nurmagomedov Islom Makhachevning bo'lajak jangini eslatib o'tdi.
10 kundan kam vaqtdan so'ng Islom kechaning markaziy jangida ringga ko'tariladi. Omad senga va olg'a borishda davom et, deb yozib qoldirgan Habib. Do'stlar, bu to'qnashuvda kimning g'alabasiga ishonasiz? Islom Makhachev yoki Rafael dos Anjos? Taxminlaringizni kommentariyada kutib qolaman. Biz esa siz kutayotgan yangiliklarimizga o'tamiz. Xabaringiz bo'lsa kerak, Habib Getjiga qarshi jangdan oldin oyoq barmog'ini sindirib olgandi va jangga singan oyog'i bilan chiqqandi. Lekin bu hali hammasi emas. Habib o'z muxlislaridan juda ham ko'p narsalarni yashirib yurgan ekan. UFC chempioni Habib Nurmagomedov Justin Getjiga qarshi jangdan oldin jiddiy jarohati va u jangdan oldin qanday muammolarga duch kelganligini muxlislariga so'zlab berdi. Getjiga qarshi o'tkazgan jangim qolgan janglarimdan tubdan farq qiladi. Otamsiz o'tkazgan birinchi jangim va unga tayyorgarlik katta qiyinchilik va muammolarsiz o'tmadi. Dog'iston va Rossiyada meni qo'llab turuvchilar juda ham ko'pchilikni tashkil etadi. Jangdan avval jiddiy jarohat oldim. Men sentyabr oyining o'rtalarida 5 kun reanimatsiyada bo'ldim. Bu men uchun juda katta sinov edi. O'zimda kuch topib mashg'ulotlarga qaytdim va mashg'ulotlarni davom ettirdim. Biroq bu meni hayot yo'limdagi oxirgi sinov emas edi. Oldinda meni yana bir azobli sinov kutib turgandi. Getjiga qarshi jangga tayyorgarlik paytida reanimatsiyadan chiqqanimdan bir hafta o'tib, oyoq barmog'imni sindirib oldim. Murabbiyim jangni qoldirishimiz mumkinligini aytdi. Men barmog'imni sindirgandirman, ammo ruhiyatim, chempionlikka bo'lgan intilishim sinmagan edi. Ortga chekinishga va ruhan sinishga haqqim yo'q edi. O'sha vaqtlarda meni qo'llab-quvvatlab turganlarning barchasiga minnatdorchiligimni bildiraman. Chindan ham Habibning Getjiga qarshi jangi boshqa janglarga qaraganda ancha qiyin va mashaqqatli o'tdi. Habib og'ir ahvolda reanimatsiyaga tushishi, undan keyin oyog'ini sindirib olishi, ukasi Umar jangdan bir necha kun avval shifoxonaga tushib qolishi Habibning ruhiyatiga katta ta'sir qilgan. Otasining pandemiya paytida olamdan o'tish ham Habibga juda katta zarba bo'ldi. Nima bo'lganda ham Habib UFC'ni yengilmas sportchi sifatida tark etdi. Do'stlar, Habibning kuchli irodasiga tan bermaslikdan boshqa ilojimiz yo'q. U shuncha qiyinchiliklarni boshdan o'tkazgan bo'lishiga qaramay, otasi orzu qilganiday yengilmas jangchi unvonini qo'lga kiritdi. Do'stlar, siz Habibning xarakteriga, uning irodasi qay darajada kuchli ekanligiga qanday baho berasiz? Bu haqida video ostida yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, oshigan qo'llaringiz bilan bitta moshni like bosib qo'ying. Sizlar bilan har doimgidek UFC yangiliklarini birinchilardan bo'lib yetkazib beruvchi Vodiy TV kanali edi. Ko'rganda ko'rishguncha.